dostlar, sizler bilen bugün ben Steve Minecraft dostlar. Bugün biz mazza qilib Minecraft oynab dam olishga harakat qilamiz dostlar. Şu video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qolishni unutmang dostlar. Unda biz videoni boshladik. Bugun serverdan video chiqaraman degandim dostlar. Afsuski Smert akam bilan degandim. Smert akam videoga kela olmaydi degan gapim bu yolg'on. Salomlashib qo'ying Smert akam. Selam dostum. Qalaysiz? Hop. Bugun mana shunday qilib Minecraft o'ynab, serverda mazza qilib dam olishga harakat qilamiz dostlar. Unda boshladik. Qalaysiz aka, Smert aka? Hop, yo, brolar. Mana ko'rib turibsizlar dostlar, mana server. Bu serverga agar 200 ta podpisчик bo'lsak, mana serverga qanaqa qilib kirishni va cheat kodlarni o'rgatamiz dostlar. Shundaymi? Yo'q. Nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Ha, o'rgatamiz. Qalangda dostlar, biz o'rgatamiz ish qilib. Xo'p. Ha, o'rgatamiz. Biz mana shu kirganingizda birinchi narsani o'rgatamiz. Mana shu ender sunduqni bossangiz sizga narsa bo'ladi va bizga qilich berdi mana. Sizga nima berdi akaginam? Ayting, Smert aka. Axir bu nima edi? Oddiygina slime. Shilimchiq. Da. Ha. Xo'p, endi biz nima qilamiz hozir? O'yin tiklaymiz bu navbatda. Yo'q, o'yin tiklaymiz. Boshda o'yin tiklaymiz. O'yin tiklash uchun dostlar, mana shu omborxonaga kelasizlar va mana buni bosasizlar va mana shu yerdan yuk tashab o'yiningizni tiklasangiz bo'ladi. Mana shunday qilib do'stlar. Nima qarab turibsiz? Ishlang. Mana do'stlar, mana shunday qilib yuk tashlab o'yiningizni tiklasangiz bo'ladi do'stlar. Biz hozir astagina o'yinimizni tiklagandan keyin videoni yoqib yuboraman do'stlar. Shungacha videoni to'xtatib turaman. Mana do'stlar, men o'zi 5-levelga tikladim do'stlar. Menga endi 70 ta monetka berishdi. Ya'ni bu 70 ta tanga. Shuning uchun biz ovqat kasal ham bo'ldim men do'stlar. Kasal bo'lib uyda chiqaryapman. Nima deyotgan edim? Do'kondan ovqat olishimiz kerak. Xo'p, mana shunga bosamiz va ovqat 11 ta olamiz. Do'stlar, meni mana shu yerda hozir kamera ishlamadi, buni davomi kanalimda bo'lak bo'lib chiqadi. Nimaga desam, meni kameram ishlamay qolib, yarmini ololmadim va uni yarim qism qilib chiqaraman.